Hammaga assalomu alaykum bolalar. Bugungi videomiz mod bo'lyapti. Lekin video sifatsiz chiqib qolgani uchun ming bor uzr. Menda ko'p montajlovalarim video katta xotiraligi uchun ko'tarmasdan ishlamay qoldi. Shuning uchun sifatsiz orqa fondagi ovozlar uchun uzr so'raymiz. Kanalga obuna bo'ling. Tak, yeb ichgan narsa olib yoqimli tomosha tilayman. Assalomu alaykum obunachilar, sizlar bilan yana men Ilyos MC bo'lib bugungi videomizda sizlar bilan top 5 talik modlar ko'rib chiqamiz. Men gap ko'p cho'zmoqchi emasman. Bu modlar qaydan olmoqchi bo'lsanglar, Epic Mods Telegram kanalimda bo'ladi. Telegram kanalim kommentariyada va описаниеda. Qani unda modlar ko'rib chiqishni boshlaymiz. Unda mana birinchi modimizga yetib keldik bolalar. Birinchi modimiz qanday bo'ladi desanglar, birinchi modimiz Guns mod bo'ladi. Guns modda bu oddiy Guns mod emas, buni menga eng yaqin tushuntirgan Guns mod bo'ladi. Bu Guns mod o'ta realistik Guns modda bo'ladi. Qanaqani ko'p gapni bor. Obzorda mana qani birinchi modimiz buni qo'yishga kitib qopti. Birinchi sizlarga qurollarni eng qiziq qurollardan boshlayman. Bularda o'qlari bor, lekin sizlarga o'qlar bilan ko'rsatdim. Demak, sizlar zeriktirib buni ham olamiz. Tak, birinchi creeperga keldilarmi? Bu hamma anaqalarga otishlar mumkin. Men просто hammasida qanaqa otishini obzor qilishga mana bittada ot. Ularga keyin narsalar qo'shish bor edi, lekin men ular sanatdan o'qini sanatdan animatsiyani ko'ryapsizlarmi? Mana o'qlari shu yerda bor. Masalan, buni olib turing. Hozircha o'qlar bizga kerak emas. Blaze'ga Target locked! Bring it down! This is Striker 3-1, good copy. Strike inbound. ko'rdinglarmi bolalarni? Target is marked! Fire! This is Striker 3-1, good copy. Strike inbound. Atom portladi. Oho, bu juda kuchli. Lekin mana u nega hali yo'q? Ketdik, qurollardan obzor qildim deb o'ylayman. Endi sizlarga nima obzor qilish tushundim, buni qo'yaman, buni
buni obzor qilaman. Buni tak, buni. Grenade out! Grenade out! Animatsiyon ko'ryapsizlarmi? O'yinchilar. Qaranglar. Bomba tugadi. Hozir yana bitta olamiz. Bu ham tugadimi tezda. Qandaydir bug bo'lyaptimi? Bo'pti, mana bombani o'zini olaman. Grenade out! Tak, endi parashyutdan mana parashyutdan hozir parashyut ko'rsataman. Qaranglar. Mana siz tepada qoyadasiz. Siz o'rtog'ingiz tushirib yubordi. Nima qilasizlar? Voy. Animatsiyon ko'rasizlarmi obunachilarga? Nima bu? O'zgartirsak bo'ladi. Bu kiyimlar. Tak. Bu naqa edi. Tak, obunachilar, shunday qilib biza birinchi modimizni obzor qilib bo'ldik. Keyin bu modni plus tomoni har doim sizlarga o'zingizlar miringlarda bunaqa qutilar tashlab ketiladi. Lot bu. Mana ochsanglar ashunchasi temir shunaqalar beriladi. Endi modimizga qaytamiz. Hali mod obzor tugamadi. Hali yana 4 ta mod bor. Test qilib chiqamiz. Qarashni tashlab ketaveramiz. Hamma kutgan. Stream Gamer modi. Tak, bu modimiz odamlar. Kamera display har xil narsalar. Ular stream uchun kursi, mana game kurslar, fotoaparat. Xullas, o'sha Swap. Ana bir bular ishlab ko'ramiz. Wow. Sunnikni tushunmadim. Lekin bo'lmasa. U taxt. Tushunmadim. Men modlarimga bug bo'lyapti. Garchi ular xolos ikkinchisi fotoaparat modi. Tak, buni ana tak, rasmga tushib olamiz. Alhamdulillah. Tak, rasmga tushib oldik. Shu bu mod mana shular qo'shib beradi, realistik, ya'ni streamlardagi chiroqni. Tak, yana nima desam bo'ladi? Buni nomi nima ekan? Spam minibar. Wow. Bu hamma kutgan gamer stool, ya'ni gamer kursi. Buni mashina qilib minchilar ham bo'ladi. Qochilar.
Bip 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 bip. Bu ham buni ikkinchi fasli sizlar uchun. Ana flash ko'rdik, hammasi bo'lgan. Bu ham kamera modi, mana bu boshqacharoq kamera modi. Короче, bular ham joyiga qo'yamiz. Hammasini solib qo'yamiz. Solamiz. Keyingi o'sha bu ham ikkovi ham anaqa bo'ladi. Hozir sizlarga ko'rsataman. Chiroqlar bu yerdan qarab turilgan bo'lsa, mayli bo'ldi. Mana. Chiroqlarga qarab endi streamlar qilinadi. Tak, xuddi o'shanaqa narsa bu. Endi so'rtga kelsak, so'rtni kimda sinab ko'raman? Mana. Okey. Bechara ot yosh ketdi. To'zib tashatani. Ana unda bu modimiz ham tugaydi. Hammasini. Uchinchi modimiz animatsiya modi. Bu modimiz qanday desanglar qaranglar. Har xil narsalar olaman. Omma 11dan 40 ming. Kamonmi, boltami, kirkami, lopatkami, ketmon. Ovqat, xullas, trident, farmon, totem ushlash. Mana, buni sizlar ko'rasizlarmi? Animatsiyani. Qarang, totem qo'lda mana turadi. Mana. Bu faqat bizga emas, hayvonlarga ham ta'sir qilgan. Mana ko'rishinglar mumkin. Hamma hayvonlarga ta'sir qilgan. Hozir ko'rsatib ham o'taman animatsiyalarini. Va chiroyli, chotga animatsiyalar bor. Tovuq deysizlarmi? Ana. O'zinglar bilsanglar kerak bu action stuff modini. Top bu modimiz ham tugadi. Keyingi modimizga ham o'tamiz. Tak, keyingi modimizga ham yetib keldik. Keyingi modimiz bu realistik shader modimiz. Qaranglar, qanday atmosfera. Hammasi realistik bo'ldi. Hozir 3-4 ta muammolar to'lab chiqib, sizlarga ko'rsataman atmosfera. Mana qaranglar atmosfera.
Quyosh. Bulutlar. Qotyapti, sizlarga hamma yoq ravon ko'rsatib boramayapman, suvini. Qaranglar, suvni ichimda haqiqiy suv tagida o'xshab likillab turadi. Baliqlar animatsiyasi. Bu o'sha action staffdagi animatsiya modimi bir. Rudalar yonib turadi. Hamma narsa chotga. Qaranglar, qimirlashni qarang. Soya berishni qarang, soyasi borda. Shunaqa ham realistik shader bo'ladimi? Bundan ham realistik shaderlarim bor, qotmaydigani shu ekan. Bundan ham qotyapti o'zi. Keyingi modimiz ham shu yerda. Keyingi modimizni ham shu yerda obzor qilib beramiz. Mana tugmalarni yo'q qilish modi. Xuddi kompyuterga o'xshatib qo'ygan. Ko'ryaptirdinglar, men tugmada o'ynab turdim boshda, mana endi tugmasizligini e'tibor bergan bo'lsanglar, kompyuterga o'xshatib qo'yganman, masalan, hozir nima desam. Tak. Ana F5 modini yo'q qildim. Demak, bu butunlay kompyuterga o'xshab qoldi. Ko'rsanmizlar videomiz shu joyda tamom. Shu hamma modlarni qayerdan olishni bilmayotgan bo'lsanglar, bu hammasi Telegram kanalim Epic Modsda tashlab qo'yaman. Hammaga xayr, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying.